Kollagenni qancha vaqt ichishim kerak va qanchada effekt ko'raman? Kollagenni ichganingizda 2-3 oyda ajinlaringiz yoyilib, yosharib qolmaysiz. Bu organizm uchun как строительный material. Kollagen organizmda tushganda, u peptidlarga ajralib, kollagen sintezi uchun yordam beradi. Kollagenni to'g'ri ichish muhim. Ertalab och qoringa zavtraqdan yarim soat oldin ichiladi. Kofe bilan birga emas. Va kun mobaynida gazli ichimliklar, shirinliklar, kofeni ko'p iste'mol qilsangiz, kollagendan kerakli natija ola olmaysiz. Va kollagen bilan birgalikda kuniga 2 litrgacha suv ichish muhim. Shunaqa ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Kollagenni qancha vaqt ichishim kerak va qanchada effekt ko'raman? Kollagenni ichganingizda 2-3 oyda ajinlaringiz yoyilib, yosharib qolmaysiz. Bu organizm uchun как строительный material. Kollagen organizmda tushganda, u peptidlarga ajralib, kollagen sintezi uchun yordam beradi. Kollagenni to'g'ri ichish muhim. Ertalab och qoringa zavtraqdan yarim soat oldin ichiladi. Kofe bilan birga emas. Va kun mobaynida gazli ichimliklar, shirinliklar, kofeni ko'p iste'mol qilsangiz, kollagendan kerakli natija ola olmaysiz. Va kollagen bilan birgalikda kuniga 2 litrgacha suv ichish muhim. Shunaqa ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.